chiptalar masalan, qaysidir teatrlarda onlayn savdo yo'lga qo'yilgan, qaysidir muassasalarda umuman yo'lga qo'yilmagan. Yoki qarang, ichimdagi meni qiynaydigan savol, avtoturargoh masalasi. Tomoshabinga qulaylikni qilib qo'yaylik-da, keyin bong uraylik. Juda ham men xafa bo'laman tomoshabinlar uchun. Hammani deyarli hozir ulovi bor. Qayerga qo'yadi? Chiptani o'sha kartasi orqali bemalol xarid qilish imkoni bor-ku. Nima uchun hali ham o'sha eskicha tartibda ishlashimiz kerak? O'zimizga ham ozgina no'noq taraflarimiz bor-da. Teatrda misol uchun tomoshabinlar kamligiga balkim qisman sabab ham bo'lishi. Albatta, o'zimiz ozgina noqulaylikka uchrasak, qanaqa g'azablanib ketamiz, hissiyotga berilib ketamiz. Hozir qanaqa rivojlangan asrda yashayapmiz, texnika, texnologiya asrida yashayapmiz. Lekin ayrim tashkilotlar ko'proq biz sohaga yaqin deb o'ylayman, shu kabi soha egalari shu sohada oqsaydi. Ya'ni rivojlanish, qulaylik tomonlama. Bu narsani o'ylab ko'rish kerak.